Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan lazer amaliyotimiz qanday o'tishi haqida gapirib etmoqchimiz. Mana hozir biz уже boshladik. Birinchi etapim lazer o'tkazgichimizni maxsus simini o'tkazib oldik va anesteziya qilayotgan paytimizda maxsus ukollar bilan birga lazer o'zini ish faoliyatini davom ettiryapti, kuydiryapti. O'sha paytda ko'pchilikni qiziqtiradigan savollardan biri og'riqli bo'ladimi? Kesmalar bo'ladimi? Yo'q. Hech qatimiz kesilmagan. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Protsessimiz ukoldan iborat bo'lyapti. Mana patsientimiz ham yotibdilar. So'rab o'tishimiz mumkin. Qanaqasiz? Juda zo'r. Og'riqlar bo'lyaptimi? Yo'q. Og'riqlar yo'q. Umuman og'rimayaptimi? Yo'q. Umuman. Aha. Ukolchi qanaqa? Chidasa bo'ladimi? Yoqimsiz? Yo, og'riqlimi? Juda zo'r. Juda zo'r. Rahmat. Yalvatdilar. Mana bizning lazer qismimiz, tomirimizni ichida lazer o'tkazgichimiz mana shunaqa iskralar beryapti va tomirimiz kuyyapti. Oyoqda esa mana bunaqa ko'rinishda, ya'ni hech narsa kesilmagan. Taxminan 3 sm qoldi. Lazer o'tkazgichimiz kuydirib, tomirdan chiqadi. Ikkinchi etapimiz esa bo'rtib chiqqan tomirlarimizni biz oldindan chizib belgilab qo'ydik. Turgan holatlarida endi ularni обработка qilib chiqamiz. Tugatdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Lazer o'tkazgichimiz. Shunaqa chiroyli, kichkinagina uskunamiz kuydirib o'z holatini bitkazib bo'ldi. Va mana shunaqa kichkinagina nina teshigi. Har doim biz aytamiz, lazer amaliyotimiz faqatgina ukoldan iborat deb. Shu birinchi ukolimiz lazer o'tkazgichni o'rnatish bo'lsa, qolgan hamma taxminan bitta oyoqda 8 tacha ukol bo'ladi. Og'riqsizlantirish maqsadida. Mana hozir kichkina teshikdan yuboryapman maxsus rastvorimizni. Bu rastvor tomirimizni atrofini qoplab, og'riqsizlantirib va katta tomirni kichkina tomir qilib qo'yadi. Shuni hisobiga patsientimiz maza qilib yotibdilar, og'riqlarni his qilmayaptilar. Faqat shu uchun. Asosiy narsa eslatib o'taman, biz hech qanaqa narkoz, spinal anesteziya bilan foydalanmaymiz. Faqatgina mahalliy lidokainni faqat bizni qiziqtirayotgan, ishlayotgan joyimizning o'ziga mahalliy anesteziya bajarib qo'yamiz. Muolajamizni birinchi qismini tugatib qo'yamiz deyarli, ya'ni lazer qismi tugayapti. Ikkinchi etapim aytganimdek chizib o'tgan, bo'rtib chiqqan xunuk tomirlarimizni biz boshqacha usulda обработка qilib qo'yamiz. Birinchi etapimiz bitta oyoqda taxminan 15-20 minut davom etadi lazer qismimiz. Xo'sh, har bitta bemorda o'ziga xos bo'lgan turli varikoz bo'ladi, tashqi ko'rinishli va o'ziga xos simptomatika, ya'ni shikoyatlar. Aynan bu patsientimizda ularning ish tartiblari kun davomida tik holatda ishlaganlari bo'lgani uchun kuni kechga borib oyoqlarida toliqishlar, charchab qolgan hislari va oyoqlarida shishlari paydo bo'ldi va tungi tomir tortishlar. Mana shu shikoyatlari ko'payib tobora bezovta qilishni boshlagani uchun bizga murojaat qilishlariga turtki bo'ldi va bizning Instagram sahifamizda ham ma'lumotlarga ega bo'lganlari uchun deyarli kelib sразу analizani topshirdilar. То есть men ular bilan qiynalmadim tushuntirishgani, ular juda ham осведомленный, xabardor bemor edilar. Holatlarini faqat mana shunaqa usulda davolanish mumkinligini, tabletka, majlar yordam bermasligini haqida ma'lumotga ega edilar. O'shanga kecha keldilar, analiz topshirdilar. Bugun mana lazer o'tkazyapmiz va bugun o'zida Surxondaryoga uyga ketadilar. Ikkinchi etapimiz o'sha lazer qismi emas. Menda mana shunaqa maxsus kryuchoklarim bor. Bu kryuchoklar bilan yanada kesmasdan turib, tomirlarimizni bo'rtib chiqqan ko'rinimli tomirlarni обработка qilib, kesmalarsiz olib tashlaymiz. Bu patsient uchun og'riqsiz, asosiy kosmetika jihatdan chiroyli bo'ladi. Ya'ni chandiqlar o'zidan keyin qoldirmaydi, xunuk проявлениялari bo'lmaydi. Faqatgina tomirlarimizni kichik mikro usulda qutulamiz.
Mana ikkinchi etapimizni ham tugatdik. Bitta oyog'imizga yarim soat vaqtimiz o'tib ketdi. Lazer qismini qildik va bo'rtib chiqqan tomirlarimizni olib tashladik. Hozir rasm qo'yib qo'yaman bizani do holatimizni. Bu esa bizani poslimiz. Xuddi so'z berganimizdek, faqat nina teshiklarimiz bor. Hech qatlari kesilmadi, tikilmadi. Mutlaqo patsient uchun komfort va og'riqsiz protseduramiz o'tdi. Hammaga rahmat.